Assalomu alaykum hurmatli robot texnika qiziquvchilar. Sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Navbatdagi darsimizga yetib keldik. Ushbu darsimizda sizlar bilan tanish bo'lgan yana bitta qurilmamiz, ya'ni RGB LED haqida ushbu darsimizni o'rganamiz. Demak, Pico yordamida RGB LEDni yoqishni ushbu darsimizda sinab ko'ramiz. Demak, darsimizni boshladik. Xo'p, ushbu darsimizda RGB LED haqida, demak, Pico LED bilan qanday ishlash mumkinligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bundan oldingi darslarimizda RGB LED haqida ko'proq ma'lumot bergan edik. Yana qisqacha eslatib o'taman. RGB LEDlar asosan LED 3 ta demak rangda yonadigan LEDlar RGB LEDlar deydi. Ya'ni red bu qizil, green yashil va blue ko'k rangda yonadi. Demak, 3 xil rangni o'zida aks ettiradigan LED chirog'imiz bu RGB LED deb ataladi. Bu asosan sanoatda juda ko'p foydalanadi. Asosan ya'ni ko'ngilochar attraksion parklarida, har xil reklama bannerlarida, keyin maxsus displeylarda va elektronikada juda ko'p foydalanadi. Hozirda sanoatda yaxshi rivojlangan qurilma hisoblanadi. Demak, ushbu darsimizda Pico yordamida qanaqa qilib Python dasturlashda, ya'ni mikro Python dasturlashida qanaqa ishlashimiz haqida o'rganib o'tamiz. Xo'p, buning uchun bizga albatta kerakli qurilmamiz albatta kompyuter bo'lishi kerak. Raspberry Pi Pico, RGB LED va 220 ohm qarshilik, maket plata va ulash uchun simlar kerak bo'ladi. Bundan avval e'tibor bering, qisqagina ma'lumot berib o'taman. Ikki xil turi mavjud bu. SMD yoki dip. Sizda balkim SMD varianti yoki dip varianti bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bemalol ishlatish mumkin. Unaqa demak farqi yo'q. Farqi narxida va shaklida, hajmida hisoblanadi. Demak, bu ushbu darsimizda demak o'zingizga qulay bo'lgan, xohlasangiz model ko'rinishda, xohlasangiz ya'ni qurilmani o'zi alohida ko'rinishda ham ishlatish mumkin. SMD versiyasini alohida ishlatish murakkabroq. Faqat dip versiyasi va SMDni model versiyasidan foydalansa bo'ladi. Lekin dip oddiy demak shishalik 5 mmlik yoki 10 mmlik hajmdagi RGB LEDlardan foydalanish mumkin. E'tibor bergan bo'lsak, bu yerda 3 xil rang aks ettirilgan. Bu 3 xil rangdan qolgan ranglar ham hosil qilish mumkin. Masalan, ko'k va qizilni demak chatishtirish yordamida bu yerda siyoh rang hosil qilish mumkin. Yashil bilan ko'kni hosil qilganda demak moviy rang hosil qilish mumkin. Qizil bilan yashilni demak birlashtiradigan bo'lsa, bu yerda umumiy sariq rangni hosil qilish va hokazo. Demak, bu yerda uchalasini birlashtirib har xil ranglarni chiqarish mumkin. Bu yerda asosan ranglarni sifatli chiqarish SMD versiyasida, ya'ni SMD demak modulida yoki SMD versiyasida juda yaxshi namoyon bo'ladi. Dip versiyasida biroz farqi ajralib turib qoladi. Lekin bemalol buni demak chatishtirib, alohida birlashtirib, ikkita uchta ranglarni uyg'unlikda boshqa ranglarni ham ishlatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi quyidagi zanjir yordamida ulashga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun bizga quyidagi qurilmalar kerak bo'ladi. Xo'p, bizga demak maket platamiz bor. Raspberry Pi Pico qurilmamiz. Ulash uchun simlar va qarshiliklar kerak, 220 ohm va asosiysi demak RGB LED kerak. Bizga bu yerda birinchi navbatda Pico'mizni maket platasiga joylashtirib olamiz. Pico'ni maket platasiga joylashtirdik. Undan so'ng RGB LEDni e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda ishorasi bor, ya'ni o'tgan LEDlarimizni o'rganganimizda eng uzun oyog'i plus bo'lar edi. Bu yerda esa teskarisi eng uzun oyog'i demak minus bo'ladi. Qolgani red, green, blue, ya'ni qizil, yashil, ko'k rangli LEDlarni hosil qilish uchun plus qutbi bilan yoqib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Demak, asosiy ground uzun oyog'iga beriladi. Qolgani esa Pico'ning GPIO pinlariga bog'lanadi. Buning uchun demak biz bu yerda minusini aniqlab olib, demak RGB LEDni bog'lay olamiz. Undan so'ng demak red uchun alohida, ya'ni qizil uchun alohida bitta qarshilik. Yana bu yerda ko'k va yashil uchun ham alohida qarshilik. 220 ohm qarshilik yetadi. Ba'zan 150 ohm qarshilik ham bo'lishi mumkin. O'zizga albatta qulayroq qarshiliklarni 150
110 qarshilikdan kichkina bo'lmagan qarshiliklarni qo'yishingiz mumkin. Sababi bu yerda 3 voltga bog'lanadi Raspberry Pi qurilmasining ichki pinlari. Shuning uchun bu yerda demak quyidagi nimalardan foydalanish mumkin. Endi esa minusini demak umumiy groundga bog'laymiz. Groundni demak bitta xohlagan demak ikki tomoni 8 ta, demak 4 tadan bitta groundga bog'laymiz umumiy va qolgan pinlarni demak bu yerda birinchisi redni qizil rangni demak GPIO ikkinchi pinga, demak 1 2 0 GPIO 4 ikkinchi pinga, keyingisini esa GPIO birinchi pinga va bu yerda blue'ni esa ya'ni ko'k rangga bu yerda demak 0-pinga GPIO 0-pinga bog'lab olamiz. Oddiy unaqa bog'lash murakkab emas, zanjir tuzishimiz shu sodda, unaqa murakkab emas. Buni ishlatish uchun esa albatta MIUI editordan foydalanib, demak Python, MicroPython dasturlash tilida qurilmani ishlatib yoqib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun albatta bizga MIUI editor kerak bo'ladi. MIUI editorni ishga tushiramiz. Xo'p, mana ishga tushdi. Demak, bu yerda Piconi bog'lab olamiz. Piconi bog'laymiz. Piconimizni bog'laymiz. Xo'p, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, demak Piconi bog'ladik. Ana endi bu yerda Raspberry Pi Piconi qurilma bog'langan. Demak, bitta alohida demak yangi fayl ochamiz va bu yerga kod yozishni boshlaymiz. Demak, buni ishga tushirish uchun albatta oldingi o'tgan darslarimizdagiday demak Pico Zero kutubxonasining ichidagi demak RGBLED degan klassni, ya'ni obyektni chaqirib olamiz. Buning uchun from deymiz. From Pico Zero import qilinadi. Demak, ichidan import deymiz. RGBLED bu yerda bu klassning nomi RGB katta harflar bilan LED deb yoziladi. Mana RGBLED. Bu klassning ichidan demak RGBLED uchun alohida funksiyalarni chaqirib ishlatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Undan so'ng esa qanchadir soniyada yoqib yoki o'chirishimiz uchun demak time from deymiz. Time kutubxonasining ichidan import qilamiz. Xo'p, sleepni, ya'ni kutishni yoki uxlashni deydi, ma'nosini anglatadi. Demak, kutishni qo'yamiz va xo'p, ya'ni endi bitta o'zgaruvchini ichiga bu obyektning demak funksiyadagi parametrlarni kirgizamiz. Ya'ni RGB deb bitta funksiya o'zgaruvchi yasaymiz va tenglashini sozlaymiz uni ichiga. RGBLED bu yerda RGBLED obyektining parametrlarini kirgizamiz. Demak, birinchi bu yerda redning demak red degan, ya'ni qizilning qaysi pinga bog'langani haqidagi ma'lumotni kiriting deyapti. Bu yerda biz redni ikkinchiga bog'ladik. Mana ikkinchida. Keyingisi esa bu yerda green bu yerda demak birinchi pinga bog'langan, teng deymiz, ya'ni sozlanadi birinchi pinga va eng oxirgisi bu yerda blue teng deymiz. Bu yerda demak bu pinimiz 0-pinga bog'langan. Demak, mana umumiy pinlarni qaysiga bog'langani haqida ma'lumot kiritdik. Ana endi buni yoqish uchun kichikgina dastur tuzishimiz mumkin. Ya'ni bunda qanday yoqish mumkin? Bir qancha usullari mavjud. Oddiy demak alohida ranglarni yoqish mumkin yoki boshqa metodlardan foydalanib raqamlarni yoki raqamlar ko'rinishida yoki ranglarni alohida ko'rinishda yoqish mumkin. Ya'ni bu yerda ikki xil tartibda 0 yoki o'chirish, bir esa yoqish, ya'ni raqamli signallarda yoki analogda 0 dan qanchadir qiymat. Bu yerda asosan 0 dan 255 qiymatgacha ishlaydi. 0 dan 255 gacha qiymatda demak pin boshqarish pini bilan ham demak funksiyalardan foydalanib ishlatib ko'rish ham mumkin. Biz esa bu yerda demak yorqinroq va xiraroq bo'lish uchun pinlardan foydalanib demak ishlatib ko'ramiz. Buning uchun RGB deymiz, qizil rangni yoqib ko'ramiz. Ya'ni yorqinroq yoqish uchun RGB.red deymiz, ya'ni qizil rangning ma'nosini anglatadi. Bu yerda teng deymiz. Eng yorqinroq yoqish uchun eng baland nuqtasi 255 bo'ladi.
Agar uni xiraroq ya'ni yorqinroq yoki xiraroq yoqmoqchi bo'lsak yoki umumiy o'chirmoqchi bo'lsak 0 qiymat yoki sal xiraroq yoqmoqchi bo'lsak, masalan, yarim barobar xiraroq yoqmoqchi bo'ladigan bo'lsak 128 ya'ni pastdan yozamiz. Sleep ya'ni qancha? O'rtacha 1 soniya yonsin-da, 1 soniya yonib, undan so'ng yana erga biletimiz o'sha xuddi o'sha led nuqta deymiz redimiz. Demak, bu yerda 128 yarim xiraroq yonsin. Qancha yonsa, u ham taxminan 1 soniya. Ya'ni sleep deymiz va 1 soniya. Ana endi buni ishga tushirib ko'ramiz. Boshlashni bosamiz. Mana bu yerda birinchi yorqin esa 1 soniyadan so'ng xiraroq yondi. 1 soniya degan payti bu doimiy yonib qoldi. Sababi bu 1 soniya amal qilmaydi. 1 soniyadan keyin o'chirish kerak yoki yana boshqa ranglarga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni keling boshqa ranglarga o'tkazib ko'ramiz. Boshqacha usulda to'xtatamiz. Ya'ni bu yerda qanday yoqamiz? Ikkinchi usulda yoqish. Buni red on, red yoki blue, green kabi demak funksiyalardan foydalanib yoqish mumkin. Qizilni, yashilni, ko'kni va hokazo yoqib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi usulda esa umumiy, ya'ni tuple, ya'ni o'zgarmas, asosan o'zgarmas nimadan ro'yxatlardan foydalangan holda demak uchalasini bir vaqtning o'zida yoqib yoki o'chirib ranglarni ham hosil qilish mumkin. Ya'ni buning uchun deymiz, buni RGB degan, demak RGB bu yerda nuqta deymiz. Masalan, yoqib oddiy yoqadigan bo'lsak, bir vaqtni on deb bosadigan bo'lsak, demak on deb umumiy bu funksiyani kiritadigan bo'lsak, demak bu funksiyada uchalasini ham bir xilda yoqadi. Masalan, borki uchalasini bir xil yoqqanimizda bu ranglar ko'pincha oq rangda ko'rinadi. Demak, uchala rang ko'pincha oq rangda ko'rinadi. Shuning uchun bu asosan oq rangda yonib ko'rinadi. Buni ham 1 soniya davomida sleep deymiz. Demak, 1 soniya davomida yonsin. Ana endi keyin qolgan ranglarni alohida demak tuple ya'ni o'zgarmas ro'yxatlar ichida foydalangan holda demak alohida yoqib yoki o'chirish holatida ham bajarish mumkin. Ya'ni RGB deymiz, RGB nuqta deymiz, color funksiyasi yordamida bu yerda qavs ochamiz. Bu yerda demak bu yerda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir uchun deyapti 0 dan 255 oralig'ida yoqish yoki xiraroq yoki yorqinroq yoki o'chirish yoki yoqish ko'rinishda foydalanish mumkin. Tuple mana 3 ta demak tuple nimasidan, ya'ni o'zgarmas ro'yxatdan foydalangan holda bajarish mumkin. Shu bajarib ko'ramiz. Demak, bu qiymat 0 qiymat. Demak, 0 qiymat bo'ladigan bo'lsa, virgul deymiz. Bu yerda 0 qiymat bo'ladi. Birinchisini o'chirib qo'yaylik. Ya'ni 0 qiymatda bo'lsa, ya'ni qizili 0 qiymatda. Ikkinchisi green. Greenimiz bu yerda 255 qiymatda. Bu yerda alohida yozish ham mumkin. Demak, faqat nimaning o'zini, demak, qiymatini ham yozib ketish mumkin. O'zini qiymatini to'g'ridan-to'g'ri yozadigan bo'lsak, demak, bu alohida birinchisi redga, ikkinchisi greenga va oxirgisi bluega deb tushunadi. Demak, birinchisi red 0 holatda, o'chgan holatda, ikkinchisi esa green yongan holatda va keyingisi blue esa o'chgan holatda bo'lsin. Bu degani faqatgina bu yerda qizildan so'ng ikkinchisi green, ya'ni yashil yonadi. Qancha yonsin? Sleep deymiz. Mana past demak qancha soniya? 1 soniya davomida yonsin. Mana e'tibor bering, buni nusxalaylik. Keyingisida esa bu yerda demak ikkinchi xo'p. Endi greenga qo'shilib, ya'ni yashilga qo'shilib qizil bilan ko'k yonsin. Endi 1 soniyadan so'ng RGB deymiz, ya'ni yoki nusxalab olganini qaytarib chiqaramiz. Bu yerda qiymatlarni o'zgartiramiz. Masalan, birinchisi 255 ga qiymatga, ikkinchisini esa o'chirib qo'yib, demak yashilni o'chirib, ikkalasini yoqib qo'yamiz. 255 qiymatda. Demak 255 qiymatda umumiy yoqiladi. Keyingisi esa masalan buni kontrol qilamiz. Bu yerda demak ikkalasi demak qizil bilan yashil yonsin. Ya'ni 255 qilamiz, qolganini demak o'chib tursin. Navbat alohida yonsin. Keyingisi esa umumiy xo'p.
Endi bu safar qizil yonmasin-da, qolgani yonsin. Ya'ni qolganida 255 qo'yildi va blue ham 255 qiymatda yonsin. Yoki yana bir soniyadan so'ng umumiy hammasi yonsin. Ya'ni umumiy hammasi 255 berishi mumkin. Hammasiga 255 beradigan bo'lsak, 255 bir qiymat beradi, hammasi yonishi mumkin. Bu yerda ham hammasini yoqish mumkin. Agarda qanchadir yoki muddat bo'ldi, o'shadan keyin qiymatlardan so'ng o'chgan holatda kelsin desak, agar 0 qiymat beradigan bo'lsak, har biriga bu joyda demak har biri 0 qiymatni oladi. 0 qiymatda bir silib kerak emas kutishni, 0 qiymatni oladi. Bu 0 qiymat olishi demak bu uchalasi 0 qiymat olishi bu demak RGB'ning o'chishiga teng bo'ladi. Ya'ni hech qaysi ledni yonmasligi demak uchalasi ham yonmaydigan demak ma'noni anglatadi. Xo'p, endi boshlab ko'ramiz. Bu yerda boshlaydigan bo'lsak, e'tibor bering. Birinchi yorqin, xirroq, keyin ana endi oqroq, ya'ni uchalasi ham yonib. Bu yerda tipulda xato bor deyapti. Birinchi bizni nuqtalar, biz to'xtatamiz. Bu yerda kichik xato bo'lgan. Demak, bu sozlanishi kerak edi. Biz uni ichiga solib qo'ydik. Tenglik qolib ketgan orasida. Tenglik qolib ketgan. Ana endi joylashtiramiz. Boshlaymiz. Ana endi yorqin yondi, xira yondi, oq yondi. Ana endi yashil. Ikkalasi yashil, qizil. Bu mana va nihoyat oxirida umumiy 00 holat. Demak, 00 holati uchalasini ham o'chish holatini anglatadi. Demak, umumiy 1 soniya davomida bular alohida birinchi yashil, birinchi qizil, avval keyin esa yashil, undan so'ng demak bu yerda qizil bilan ko'k, keyin qizil bilan yashil, yashil bilan ko'k, uchalasi ham bir vaqtda yonadi yoki uchalasini ham umumiy o'chirish mumkin. Bu funksiyalardan foydalanib umumiy RGB'ni ishlatish mumkin matn ko'rinishida. Unaqa murakkab emas. Yana bir qancha usullar mavjud. Agar sizda buni alohida yozish emas, yana tayyoridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, funksiyani tayyordan foydalanadigan bo'lsak, demak bu yerda alohida metoddan foydalanamiz, ya'ni buni kerak emas, o'chirib tashlaymiz. Xo'p. Alohida metoddan, demak buni hech qanaqa bu alohida bitta emas, umumiy tayyordan foydalanmoqchi bo'lsak, bu yerda tayyor ham mavjud, ya'ni RGB deymiz. RGB demak o'zgaruvchining ichida. Bu yerda blank tayyor funksiyadan foydalanib ham demak o'zida tayyordan to'g'ridan-to'g'ri ishlatish ham mumkin. Blank deymiz. Mana demak bu funksiya yordamida ishlatish mumkin. Qanchadir soniyada bu yonsin masalan. Qancha soniyada yonsin? Sleep deymiz. 5-6 soniya davomida yonsin masalan. Har qancha soniyada yonsin. Demak bu 5-6 soniya, 6 soniya deylik. Pastdan. Demak, o'chishi qancha soniya bo'lsin? Demak, yonishi qancha bo'lsin, o'chishi qancha bo'lsin? Demak, o'chgan holatiga kirish uchun bu yerda RGB ledni off deb qo'yamiz. Demak, bu yerda off holati, o'chgan holati taxminan sleep 1 soniya bo'lsin. Yoki umumiy o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Ana endi keyingisiga ishlatib qo'yamiz. Buni boshlaymiz. Bu yerda e'tibor bering. Alohida takrorlanib 6 marta yonadi. Navbat 6 marta yonadi, lekin oxiri RGB'ni off holati, ya'ni o'chgan holatiga keltiradi. Tayyor blink yordamida ham demak bir qator yozgan kodlarimizni yozmasdan turib, ichidagi koddan foydalanib yoqish mumkin. Demak 6 soniya davomida yonib o'chirish mumkin. Yana siz agar mabodo ko'proq uzunroq yoqmoqchi bo'lsangiz, demak uzoqroq vaqtda, ya'ni soniyani uzoqroq qo'yib, demak ko'proq yoqishingiz ham mumkin. Bu ichida tayyor funksiyasi hisoblanadi. Yana bir ushbu blink funksiyasini demak bir xususiyatlari mavjud. Ya'ni bu ushbu xususiyatini yana bitta bajarib, qanchadir soniya o'chsinda yana bitta alohida demak select qilib kutishni qo'yib 1 soniyadan so'ng ikkinchi amaliyotni bajaraylik. Ya'ni xo'p, ikkinchi xususiyati bu RGB'ning demak klassining ichidagi blinkning, ya'ni ikkinchisi. Ichiga demak alohida demak parametr berib ham, mana e'tibor on time deyapti, off time deyapti. Bu yerda qanchadir marta kiritish yoki voidda kutish holatini demak anglatadi. Ya'ni bu yerda nima deydi? Binafsha masalan rang yoqmoqchimiz. Qancha soniyada yoqish? Ranglar misol deb shaklda keltiradigan bo'lsa, bu yerda binafsha rangni yoqib,
qancha soniyada o'chib, qanchadir soniyada yoqsin. Bu qiymatlar o'rniga xuddi shu demak parametrlar o'rniga qo'yib ko'rib ishlatib ko'ramiz. Ya'ni buning uchun birinchi holat on time deyapti. Demak, on time dan foydalanamiz. On pastki chiziq bilan time degan, ya'ni o'chib yoqishining vaqti. On times deymiz. O'chib yoqish vaqti sozlaymiz. Nechiga? Bu qavus ichiga solamiz. Birinchisi demak qancha yonsin? 2 soniya yonsin. 2 soniya virgul deymiz. Qancha soniya o'chsin? 0.5 soniya o'chirib qo'yamiz yoki 1 soniya o'chirishingiz ham mumkin. Demak, bu birinchi holatdagisida 2 soniya yonib 0.5 soniya davomida o'chadi. Mana endi virgul qo'yamiz. Bu demak qancha o'chib yoqishini parametr o'zgartirishi mumkin. Keyingisi esa rangi qaysi rangda? Binafsha rangda yoqmoqchimiz. Birinchisi binafsha yonsin, o'chishda esa bu 0 holati. Demak, o'chgan holati 3 ta 0 qiymati olganda, demak 0 holatini olganda bu o'chish holati bo'ladi. Demak, birinchisi colors. Colors. Bu degani, demak, rangini ham tanlash mumkin. Demak, birinchi holatidagisi qavs ichiga, demak, alohida bu o'zgarmas tuple nimalar, demak, o'zgarmas ro'yxatlar ichida, ya'ni alohida bitta ro'yxat shakllantiramiz. Ya'ni buni birinchisi binafsha rang. Binafsha rang hosil bo'lishi uchun qizil bilan ko'kni hosil qilishga, ya'ni qo'shish kerak edi. Birinchi holat demak qizil. Bu yerda 255 yoki 1 holatini qo'yishingiz mumkin. 1 holati bu yoriq holatini anglatadi. 0 holati esa o'chish holatini anglatadi dedik. Virgul deymiz, virgul. Ana endi ikkinchisini ko'kni o'chirib qo'yamiz, 0-holat. Keyingisi esa birinchi holat, ya'ni yoqish holatiga keltiramiz, keyin qovusni yopamiz. Bu demak binafshaning yoqilishi. Va demak o'chish holati esa albatta bu 0, uchalasi ham 0 holatiga kelishi, bu umumiy demak 0 ni uchalasini qiymati, ya'ni uchalasini ham o'chirish ma'nosini anglatadi. Bu yerda qancha demak kutish holati true deb qo'yishingiz mumkin yoki false kerak emas desak, masalan white deymiz. Kutish holati white. Mana teng deysiz true ga yoki false ga. Yoki keyingisi endi necha marta o'sha yonib o'chishi? 3 marta yoki 2 marta yoki 1 marta va hokazo. Demak, endi teng 3 deb qo'yishingiz mumkin. Bu holatlarda demak qancha marta yonishini anglatadi. Xo'p. Ana endi e'tibor beramiz, ishlatib ko'ramiz bu yerda to'xtatish holatiga. Bajarishni bosadigan bo'lsak, birinchi holatda 5-6 marta burada syntax 21-da to demak on times 2 bu yerda bitta bu yerda qavs qolib ketdi. To'g'ri, qavsni o'rniga qo'yamiz, chunki triple bitta qavs qolib ketgani endi bu yerda bajarib ko'ramiz. Mana yoqdi, demak 6 marta yonadi, 6 sekund davomida yonadi. Undan so'ng esa bu yerdagi miltirab yonishi mana. Binafsha rangi 2 marta 3 marta yondi. Yonib o'chishi, demak miltillab 3 marta yonib o'chishini anglatadi. Xuddi shunday demak alohida funksiyalar yordamida metodlardan foydalanib, demak bir qator tayyor metodlardan, ya'ni funksiyalardan foydalanib birinchi bajargan ishimiz, amaliyotdagi ishimizni tayyor funksiyalardan ham foydalanib bajarib yoqib ko'rishingiz mumkin. Bu matnlida demak o'zingiz alohida mustaqil ravishda xohlaganingizda demak qancha muddat yoqib o'chirish holatida matnlida cheksiz bajarish mumkin. Bu kutubxonasidan tayyor yoki o'zingiz kutubxonasidan tayyor foydalanib ishlatishingiz mumkin. Bu yerda Pico Zero'ning RGBLED obyektlar, ya'ni klasslarining ichidagi funksiyalardan foydalanib, demak RGBLEDni yoqib o'chirib ko'rdik. Ushbu darsimizda demak matnli dars turlashda sizga qiziqarli va tushunarli bo'lgan degan umiddamiz. Keyingi darslarda demak ko'rishguncha sog' omon bo'ling deymiz. Xayr, sog' bo'ling.